Alloh taologa behisob shukrki, taraqqiyotimizning yangi davrida qabul qilinayotgan qonun hujjatlari xalqimizning e'tiqod erkinligini ta'minlash va inson qadr qimmatini yuksaltirishga katta xizmat qilmoqda. Ta'kidlash joizki, yangi O'zbekistondagi islohotlarning barchasi aholi ehtiyojlarini ta'minlash, odamlarni rozi qilish va har bir insonni farovon hayot kechirishini ta'minlashga qaratilgani yanada ahamiyatlidir. Bugun ro'yobga chiqayotgan o'zgarishlar va yangilanishlar zamirida davlatimiz rahbari tashabbuslari bilan inson manfaatlari hamma narsadan ustun degan ulug' tushuncha markaziy o'ringa qo'yilgan. Shu nuqtai nazardan barcha islohotlarning asosiy maqsadini odamlarni hayotdan rozi qilish asosiy mezon degan yuksak tamoyilga e'tibor qaratilmoqda. Alhamdulillah, yurtimizda amalga oshirilayotgan o'zgarishlar insonlarning e'tiqod erkinligini ta'minlash, yoshlarni ma'nan yuksaltirish, ko'p millatli xalqimiz hamjihatligini mustahkamlash va ilm ma'rifatli avlodni tarbiyalashga katta xizmat qilmoqda. E'tirof etishimiz kerakki, mo'min musulmonlarimiz ibodatlarni emin erkin ado etishlari uchun barcha sharoitlar yaratildi. Mamlakatimiz bo'ylab yuzlab yangi masjidlar bino qilindi. Barcha hududlarda Qur'oni Karim kurslari faoliyat yuritmoqda. Fatvo markazi ulamolari, masjidlar imom xatiblari tunu kun mo'min musulmonlarning diniy ehtiyojlarini ta'minlashlikka xizmat qilmoqdalar. Bugungi murakkab davrda O'zbekiston Respublikasida fuqarolarning vijdon erkinligini ta'minlash va diniy sohadagi davlat siyosati konsepsiyasi qabul qilinishi millatlar va dinlar aro munosabatlarni mustahkamlash va jamiyatimizda tinchlik va xotirjamlikni ta'minlashga katta xizmat qilmoqda. Azizlar, yurtimizdagi mana shunday ulug'vor ishlarning uzviy davomi sifatida muhtaram prezidentimiz tomonidan fuqarolarning vijdon erkinligi, huquqi, kafolatlarini yanada mustahkamlash hamda diniy, ma'rifiy sohadagi islohotlarni yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlar to'g'risidagi farmon imzolandi. Ushbu muhim hujjatda belgilangan dolzarb vazifalar jahon ilm fani va madaniyati rivojiga beqiyos hissa qo'shgan buyuk allomalarimizning ilmiy, ma'naviy merosini o'rganish, unib o'sib kelayotgan yosh avlodni ona vatanga sadoqat, milliy diniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash bo'yicha boshlangan islohotlarni yangi bosqichga olib chiqadi. Shuningdek, jamiyatimizda diniy bag'rikenglik, millatlar aro totuvlikni ta'minlash va yurtimizning jahon sivilizatsiya beshigi sifatidagi tarixiy maqomini tiklash bo'yicha puxta o'ylangan izchil islohotlar amalga oshirilmoqda. Prezidentimizning ushbu farmonda diniy soha tubdan takomillashtirish, mo'min musulmonlar ibodat qilish uchun qo'shimcha qulayliklar yaratish, xususan haj va umra ziyoratlariga borish bilan bog'liq xizmatlarni raqamlashtirish, shaffof elektron navbatlarni yo'lga qo'yish, diniy soha xodimlarini malaka oshirishni yangicha tizimini joriy etish hamda ilmiy tadqiqotga oid faoliyatlarni yangi bir bosqichga olib chiqish kabi ustuvor yo'nalishlar mana shu farmonda belgilangani yanada ahamiyatlidir. Ayniqsa ushbu muhim hujjatda Bahodir Naqshband yodgorlik majmuasi muassisligida Bahodir Naqshband ilmiy tadqiqot markazini tashkil etish va bir qator muhim vazifalarni amalga oshirish belgilangani bu ilm ma'rifat ahlini juda ham xursand qildi, juda ham mamnun etdi. Xususan Bahodir Naqshband va Naqshbandiylik tariqati allomalarini insonparvarlik g'oyalarini o'rganish, yosh avlodni bag'rikenglik hamda o'zaro hurmat ruhida tarbiyalash maqsadida targ'ibot ishlarini olib borish, tasavvuf ta'limoti tarixi va uning bugungi kundagi ahamiyatini tadqiq etish hamda Naqshbandiylik ta'limotini ezgu g'oyalarni tadqiq etish uchun anjumanlar o'tkazish kabi vazifalar ham belgilangani bizni juda ham quvontirdi. Xulosa qilib aytish kerakki, mazkur farmonni qabul qilinishi fuqarolarning e'tiqod erkinligini kafolatlash, xalqimiz totuvligini ta'minlash va yoshlar ilm ma'rifati, ma'naviyatini yuksaltirishga xizmat qiladi.